Akalar, opalar, men sizlarga zo'r narsani ko'rsataman. Mana bunida kiyik ketyapti. 1 2 3 4 5 6 7. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana akalar, opalar, bugun 7-mart kuni. Isminga keldik yana. Kecha kelgan edim. Kecha qo'l tiymadi. Odam bu yoqqa jur bilan video qilaman. Kecha kelgan edim. Kelayotgan syomka qilaman. Mana shu yetib kelib turib endi quyda borib jo'nadik. Nasib bo'lsa mana quyoshim chiqib jo'na. Ro'zalar tutib olganmiz. Asasa quyda borib boshladik. Nasib bo'lsa bugun bo'ladigan voqealar syomka qilishga harakat qilaman. Oycha sog'liq quyda haydab bog'ishib, akaga yordam berib, aka ko'ps bog'amiz, hozir o'zim haydab jiraman. Ishni bog'ayapmiz akalar. Kuzatishda davom etingizlar. Biz qo'yga bo'layotgan voqealarni, bo'layotgan vaziyatlarni qanaqa dori berayotganlarimiz hammasini syomka qilishga harakat qilyapmiz. Ko'ryapsizlar. Akalar, opalar, biz faqat hayotimizda bo'layotgan voqealarni syomka qilyapmiz. Buraniya yolg'onchi, yolg'on narsa yo'q bu yerda. Ko'rsatyapman. Shunchaki o't qanday, tovuq qanday, vaziyat qanday hammasini ko'rsatib borishga harakat qilaman. Ishlashga omad, ishlashga Alloh barakat bersin. Ro'zang mana bugun 7-kuni. Ro'zani ham sog' salomat tutib, sog' salomat o'tkazib olish nasib ro'za aylasin inshaalloh. Endi Ramazon hayitida ham ko'rishish, diydor ko'rishish nasib ro'za aylasin inshaalloh. Ishlashga omad. Mana tayoqni mahkam bog'ib, endi bog'amiz inshaalloh. Mana hozir qo'zilar o'ynab yuribdi. Qo'lni qo'yib borib yuribmiz hozircha. O'tqa keladigan bo'lsa, shu qor jo'g'onda qaytarib taylagan muzlag'anni ko'rsatib berdim-ku. Qor jo'g'onda qaytarib taylagan pichigani. Hozircha amal bor. O'tgan martada ancha yaxshi. Qo'yishda ovqat hashak jemay qoldi. Hashaklar esa jemayapti. Shu yerga o'tqa jovishib nima qilyapti-yu? Hashak jemayapti. Shunaqa gaplar akalar, opalar. Hamma shu o'tqa jovishib yotdi. Ana zamon kelib maskilda ham qo'yib olgan keldi. Maskilda polni maskilda vojid biz ham ak. 1994-yil bo'ladi. Maskilda qo'yib vojid kunning o'zi bilan. 10 kunga 10 litr benzin ketadi maskilga. Lekin piyoda yurmaydi, maskil bilan qo'yib olgan. Tog' toshlarni deb qo'yib borib yuribdi maskil bilan. Mana maskilni ham 2019-yil oldi. 2019 olgan edi. Haligacha ideal holatda. Hali ham mehr berib haydaydi o'zi, bir o'zi. Otasi bilan ikki haydab yuradi, yakkasi xonka. Hali ham ideal holatda. Bir marta qo'l sotgansiga. Bir marta qo'l sotdi. Biziklar 3 marta bo'lib ketdi. Shunaqa gaplar. Mana akalar, bugun 8-mart. Men suboyda tuvayotgan qo'ylarni haydab chiqardim bugun. Bugun bu qo'yda haydab jo'nadik. Nasib bo'lsa bugun yeyish tog'ning betida mana shunaqa uxlatamiz degan niyat bor. Sog'liq qo'yda esa akamlar, amaki ukam keldi. Bugun ikkov bog'a ekan. Sog'liq qo'yam bu yoqqa chiqib boryapti. Hoy, hal qo'shilgan yerda. Hal qirqishimiz kerak sizlarda. Shunaqa gaplar. Endi bugun nasib bo'lsa tog'ning betini ziyorat qilamiz, o'ynalamiz. Managa qo'ydim, tog'ning ustiga chiqarib keldim. Yorimga chiqib keldik hozircha. O't pastga qarandi, bu yerda sus. O'tda qandaydir kuch yo'qda. Qo'y durust tartmayapti, o'rtag'al taranga jurmayapti. Haydab chiqib kelyapman mana shu toshning ichidan. Haydab chiqib keldim.
Keyin yana bir narsani ko'rsataman degan edim, oldinroq. Bilasizmi yo'qmi? O'tchi akalar o't teradi deyish edim. Qanday o'tni? Mana o'tni terib ketadi-da u yoqlar. Mana shunday o'tni ko'tidan kesadi ekan pichoq bilan. Hozir bu toshning orasida men. Mana shu yerda ko'ring, mana yerlarda ham bor-ku. Bu yoqlarda ham bor-ku. Shu o'tni terib olib borib sotadi. Bunday ekan, masalan, ko'p qilar ekan tag'in. Kiritamiz deydi. Kiritib, bog'lab chiqamiz deydi. Bog'ni 2 so'm, 3 so'mdan sotamiz deb shunday deb burun beradi endi. Biz aytamizda, nima uchun? Hozir ro'za, bo'lmasam ro'zada emas kelgan. Enaqa bir mashin kelgan. Bunaqa 5 maskinli kelgan. Maskinlilar. Kelib yana terib jatdi. Ro'za holida nega bu azob desak, sotamiz deydi. Mehnatimiz deydi. Foyda qilamiz deydi. Shunaqa ko'ring akalar. Hamma mehnat qilishim kerak, foyda qilishim kerak. Hamma ro'zg'ariga pul olib borishim kerak deydi. Hamma men ro'za deb jotmaydi. Shu holatga mana biz ham qo'yib olib ro'za holatiga. U yoqlarni ro'za holatda to'xtamaymiz deb. Shu olib borib sotib uyga pul qilib olib boramiz deydi. Dunyoda hamma shu pulingizdan quvvat sabasiga. Hey Allah. Mana shu yergacha borib keldim. Shu qiroliqda buni yoqqa o'tkazmay qaytarib deylam. Endi asta qaytarib turib deylasam, paska o'zi quyoshim kam qoldi botishga. Asta endi nasib bo'lsa qaytarib turib ketaman. Bilan o'tdi mana. Pastkidan barobar o'zi. Asta o'tdim bir xil. Vahsh rohat beradigan joy ekan. Hamma tomon shabbat ko'rib turibdi. Hamma joy ko'p ko'zingizdek ko'rinib turibdi. Mana akalar, opalar, bugun 2 qo'y tug'di, bittasi 2 qo'y, 1 echki tug'di. 2 qo'y, 1 echki tug'di. Shular tug'di, bugun borib keldik. O'zlashlarga ham kam vaqt qoldi hozir. Asta mana qo'shqacha yaqinlashib qoldik. Echki bilan bir qo'yni ko'tarib kelyapman. Bir tug'gan, hey do'kima. Bir qo'y ketyapti yerdan. Yarti olgan, u ertalab tug'gan edi. Bu esa jonga tug'di. Yarti nasib bo'lsa boramiz endi qo'shga. Sog'lig'im iloji yaqingani qoldi. Sog'liqni qamab bugun. Keyin subayda qolmaydi, buni ko'ramiz. Shunaqa ko'ring, har opalar, bo'layotgan voqealar, vaziyatlar. Mana akalar, opalar, 9-hayotim boshlandi. 9-martdagi hayot. Osmon bo'lib, mana bular jonsinday xudo. Jonidan bermasa vahsh qiyin. Sog'liqni ham chiqardi. Mana akalar, opalar, 9-martam tugadi. Yangiliklar ham bo'lmadi. Shu qo'y bag'ish, jon bichgina jon bo'ldi, hojovda. Yerga hammamiz endi. Amal. Shu yerga jilqilarim ketdi, boytanlarim. Shuni bir syomka qilayin. Boytanlarim bilan bo'lasiz. Shu nariyoqda kalang ko'p, bu nariyoqda
Yedas men musim boy ta'limini bolasi bor ekan. Baytalcha bilan bolalari bor ekan, baytalcha bilan. Ta'limning bolasi. Mehmet aka to'yim. Ot to'ymini. Baytal to'y ekan. Akalar, opalar, men sizlarga zo'r narsani ko'rsataman. Mana bunida kiyik ketyapti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta kiyik mana. Otarasi yugurib boryapman aka. Qarangizlar. Uzoqdan tartiryapman. Agar masofali kameram bo'lganda, wow, zo'r chiqar edi. Torttirib ko'rsatyapman men sizlarga. 15 ta kiyik mana shu yerda ketyapti. Bilat. Toshda ichida bilinmay qoldi hozir. Mana aka okupanlar, opalar. 15 ta kiyik ketyapti. Qarangizlar. Bilinmas toshdan ichida. Torttirganda telefonda bo'lmaydi mana shundayda. Kamerangiz bo'lsa, vahshiy chotki chiqaradi. Ketdi hurkitda. Parada. Hurkitda hammasi 15 tasini ketyapti. Ah, bilat.